Ijtimoiy tarmoqlarda Andijon snayperi muhokama markazida. Andijonda bir okamiz PDD jarimalari shunchalik tinch qo'ymay qo'ydiki, oxiri sabr kosasi to'lib, pnevmatik miltiq bilan shahar markazidagi kamera va radarlarga o'g'i chiqdi. Natijada esa 51 ta kamera va bitta radar vafot etdi. Ma'lum bo'lishicha, u urib tushirgan kameralarning bittasi ham davlatniki emas, barchasi xususiy ekan. Qisqasi, u odam tizimga zarba beraman deb o'ylagandilar. Aslida esa kichik biznesga shaharda kim boss ekanligini tushuntirib qo'ydilar. Yo'q qilingan kameralarning zarar miqdori esa 1 milliard 147 million so'm. Kameralarni urib tushirgandan keyin bizning qahramonimiz eng muhim narsani unutmadi. Video oxirida kartaning raqamini chiqarib, moliyaviy yordam so'radi. Ochig'ini aytsam, men ham buni qanaqadir postanovka deb o'ylagandim. Axir bu darajadagi action real hayotda bo'lishi mumkin emas. Biroq Andijon IB bu voqeani rasman tasdiqladi. Kameralar haqiqatan ham o'q yegan ekan. Endi esa u inson 173-modda asosida 3 yil ozodlikdan mahrum etilishi yoki 100 BRB gacha jarima to'lab, yetkazilgan zararni qoplash mumkin. Qisqasi, bu vaziyatdan okamizani quruq chiqish ilojisi yo'q. Bir tarafdan ko'rish mumkin. Ikkinchi tomondan esa kunduz ko'chada kimdir miltiq ko'tarib yurganini ko'rsangiz, o'zingizni qanday bo'lishingizni tasavvur qilib ko'ring. Endilikda so'z sizning navbatingizda. Bu voqeani qanday baholaysiz? Izohlarda qoldiring.